Немишqa bir xilli tursan yap-yaş. Naqslat barsanda eytqana quyosh. Bir shirin tush ko'rib o'yg'inib baqsam, sen texi o'z beting, men bo'lsam aqbash. Mana bu bugun biz suhbat qurmoqchi bo'lgan Sharq Shamil qurilishi kitob nashr qilish turiga kirgizilgan Hayot talqinlari nomli ruboiylar to'plamidagi cho'nqur falsafiy fikr, keng hayot hikmati va simvollik imag'lar o'zaro birlashib, kishini cho'nqur o'yga soladigan ruboiylarning biri. Bugungi programmamizda biz telekamerayimizni Hayot talqinlari nomli ruboiylar to'plamining muallifi Abdumit Muhammad Amin apandining kitobxonasiga to'g'rildik. Men avval bugungi programmamizga ishtirok qilgan ikki aziz mehmonni tanishtirib o'tay. Shinjon xalq nashriyotining kandidat oliy muharriri, Buloq jurnalining muavin bosh muharriri Muhammad Turdi Mirzahmat apandi. Shinjon yoshlari jurnalining muavin bosh muharriri shoir Azizi apandi. Bu ruboiylar to'plamini o'qib, bu to'plamninki kirishmisini yozgan Polat Yevzulla apandidek, shundaqla bu to'plamninki tugallimisini yozgan Ablat Abdulla akidek naaytdi. Hayron qoldim, ham so'yindim. Hayotdan o'zining bir kishilik qadr qimmatini topolgan. İcadiyat xasligi menga nisbatan ajoyib qiziqarli tuyuladi. Men Hayot talqinlari nomli bu ruboiylar to'plamini o'qib, bu to'plamninki kirishmisini yozgan Polat Yevzulla apandidek, shundaqla bu to'plamninki tugallimisini yozgan Ablat Abdulla akidek naaytdi. Hayron qoldim, ham so'yindim. Endi men Hayot talqinlari nomli bu ruboiylar to'plamining muallifi Abdumit Muhammad Amin apandi bilan pat-patli uchrashib turatdim, ham suhbat qurib turatdim endi. Uni men faqat bir mayr bir korxonachida bo'lib qaraydim-da. Abdumit Muhammad Amin apandi bu ruboiylar to'plami orqali meningki ko'z oldimda boshqa bir xil qalb, boshqa bir xil ideya, boshqa bir xil sima, shundaqla boshqa bir xil obraz bilan ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Muhammad Turdika bu ruboiylar to'plamidan chaqnab turgan hayot haqiqatlari, hayot logikasi, qalb cho'nqurligidan o'qib chiqayotgan hasrat, nadomat va shodamonlik tuyg'ulari, shundaqla shoirning kirsiz tuyg'usi, g'oya e'tiqod, al-vatan orzu armon to'g'risidagi shu o'zgacha bo'lgan bir qarashlar, vazmin to'shqan ba'zi bir ko'z qarashlardan men kitobningki muallifini hayot qismatlariga to'lma boy, ijodiyat musaffalari to'lma akri to'qay bir shaxsmikin deb o'ylab qoldimmi? Bu kitobning muallifi Abdumit Muhammad Amin moddiy turmush jihatda namrat bo'lsa-mu, ma'naviy jihatda boy, ilm ma'rifat nuri yenib turgan oilada dunyoga kelgan. Uning turmushi g'urgul o'tgan. O'zi kitobning kirishida bayon qilganidek 10 yosh vaqtida dadasiga agishib ko'mir to'shilgan, 20 yoshgacha kirgan vaqt ichida yog'och to'shilgan, qiq to'shilgan, suv qurilish emgaklarga qatnashgan, har xil jafoliq ishlarda o'zining kichikligiga boqmay shu jafoliq ishlarga ishtirok qilgan. O'qish vaqtida ko'plagan yoshlarning vaqti o'qish bilan o'tgan bo'lsa, buning yoshlik, balalik mezgillari emgak bilan o'tgan. Shunday bo'lsa-mu, o'ningki qalbida ilm, ma'rifat nuri o'chmagan bo'lg'achqa, ham ota-onasiniki sog'lom bir oilaviy tarbiyasi uningga hamroh bo'lg'achqa, psixik safohatda qaysar, ishchan, tirishchan bir odatni yetildirgan. Natijada u moddiy turmush jihatda bo'lsin yoki ma'naviy jihatda bo'lsin, hayotdan o'zining bir kishilik qadr qimmatini topa olgan. O'ziningki qadr qimmatini namoyon qila olgan. U ko'pincha vaqtlarini kitob o'qish, kitoblardan ta'sirlanish, ilhom olish, zo'qlanish bilan o'tkazgan. Oxirida bu bir zo'qlang'uchidan ijodiyatchiga aylangan. Masalan, buning asarlarini ko'rganimizda, uning asarlaridan Umar Hayyamninki ruboiylarniki ta'siri nayt quyuqligini ko'gil bo'ldi. Demak, mushundan Umar Hayyamning ruboiylarini qo'ldan tushamay nayt ko'plab o'qiganligini, hatto yodlaganligini bilishga bo'ladi. Mushunda ko'plab nayt qatiqini kitob ko'rishning o'zi kitob o'quvchi kitobxondan u kitob yozadigan ijodiyatchiga aylangan. Shunday qilib tadrijiy bu bizniki ijodiyat sepimizga kirib keldi. Bu Hayot talqinlari nomli bu kitob avtorning tunji ijodiyat nevisi deyishga bo'ladi. Demak, Abdumit Muhammad Amin apandininki
Yeshidan onunki ko'rgan bilganlar ko'p ham cho'ng. Shundoq. Onunki adabiy yetilishidan, onunki ijtimoiy yetilishi shundaqla odimiy insoniylik yetilishininki musobaqasi bir qadar uzun degan gapda. Shundoq. Izzika siz Hayot alqinlar nomli bu ruboiylar to'plamini o'qidingizmi? O'qidim. Bayattin Maturdi do'stimizning ijodiyat yo'li haqida bir qism bayonlarni o'tirib qo'ydim. Men bu jihatdan meningmi xuddi Maturdiga o'xshashlik qarashlarim bor. Endi men o'zim ruboiy yozib boqmadimmi, lekin ruboiyga azaldan boshlab men she'r o'qishning ichida ruboiy qiziqaman. Bizda bu kitobning maydonga chiqishi bundaq bir necha turli yangiligi bor deb qarayman. Birinchidan bizda klassiklarni aytsak, Ömer Hayyamning maxsus ruboiy yozib tarixda nom qoldirganligi hammamizga ayon. Lekin bu vaqtdagi keyingi tadqiqotlar o'xshash emas. Ba'zilari uning yozganlari 20 ga olmaydi, ba'zi 100 ga olmaydi, ba'zi 300, ba'zi 400. Hatto bu ruboiylar burmalangan degan gaplar bor, tadqiqotlarda har xil gaplar bor. Qanday bo'lmasin biz ruboiy deganda Ömer Hayyam ko'z oldimizga keldi. Undan boshqa men klassik adabiyotni mana bu bo'yicha maxsus mutaxassislashgan do'stimiz Mehmet Urdimiz Ahmad o'tiribdi. Bundaq ayrim bir ruboiyat holida shakllangan jiq kitoblar bizda klassiklarning hammasi yozgan, lekin ayrim bundaq tuzgan kitoblar jiq uchirmaydi. Bu bizning keyingi azallikdan keyingi she'riyatimizda, she'riyat taraqqiyotimizda undaq she'riyatning ma'lum bir janrlar maxsus shug'ullangan, bundaq qilib konkretlashgan ijodiyat uslubi yetilganlarni men jiq uchratmadim. Shuning uchun bizning ko'z oldimizda turgan bu Hayot talqinlari degan bu kitob birinchidan bu alayligi, bu hammasi ruboiy. Bu bizning keyingi vaqtda maxsus bir necha kitoblar chiqdi. Men bu ko'rdim ruboiylar haqida, masalan Abdushukur Mamtiminning ruboiyatlari va mushu yo'lni texmo beyitib, hozirgi vaqtimizga yetkazayotgan ham mushu jihatda belgilik bir o'zining xosligini saqlayotgan bir kitob deb qarash bo'ladi. Bu jihatda Abdulmit do'stimiz ijodiyat xosligi menga nisbatan ajoyib qiziqarli tuyuladi. Bay Mehmet Turdim bir qism narsani deb o'tdi. Ijodiyatchiga nisbatan nuqul nazariyaviy bilimlar bilan qurollanish, ya'ni buni o'qish albatta bu bir taraflama, ya'ni bir jihatdan zarurdir. Lekin azaldan qalbida masalan bu hunar kasbiga shundaqku ijodiyat uchun bir o't bo'lgan, bir ishtiyoq bo'lgan, bir savdo bo'lgan odamga nisbatan u qandaqli bo'lmasa bir usulda shakllanib chiqadi. Men Abdulmit bilan ko'n tunishmanman. Lekin men uni dastlabda she'r yozuvdi deb o'ylamagan. Balkim yozgandi, ko'ngliga yozgandi, yodagandi, o'qigandi, qolib qo'ygandi. Keyingi vaqtlarda anandan oldimizda turgan bu kitobni tayyor qilib oldimiz jamoat sungandan keyin biz do'st og'aynilar bo'lib suhbatimiz bilan biz suyundik. Bizdan boshqa jamiyatda ta'sir yaxshi bo'ldi. Bu hozirgi zaman bizning Uyg'ur she'riyatimizda mana xoslashgan bir turlar bo'yicha Abdulmitning bu kitobni o'tirib olib chiqishi she'riyatimizning hozirgi taraqqiyoti va bundan keyingi taraqqiyot uchun albatta muhim ahamiyatga ega. Bu ruboiy Maturdi yomon yaxshi biladi. Bu asli Aruz vaznining mahsuli. Buning o'ziga xos o'lcham qoidalari bor. Asli ruboiy vaznini aytgan o'zida. Andan keyin ruboiy bor yo'q 4 misra. Bu 4 misrada Abdur ma'lum bir o'y fikrini, ma'lum bir ideyasiga vakillik qiladigan qarashni, ma'lum bir o'zining she'riyat orqali ifodalaydigan bir tuyg'usini ifodalash uchun birinchidan fikr, ikkinchidan hissiyot, uchinchisi 4 misraning ichida tugitishga tegishli bo'lgan bir xil mahorat, to'rtinchidan 4 misraning 3 misrasi qofiyalash bo'lishdan iborat mundaq bir talab qiladigan narsa. Shunga endi ruboiy she'riyatimizning eng nafis, eng nozuk, eng jalbkor, shundaqla eng sehrli bir turi. Buni o'qirmanlarga ko'p bo'ldi. Buningdan keyin meningcha ruboiy jihatdagi ruboiyning she'riyat tutilgan o'rni yanada yuqori bo'ladi deb qarayman. Demak, Abdulmit akaning kim o'sha Hayot alqinlar nomli ruboiylar to'plamidagi ruboiylar siz deyotgan boyaqi ruboiyninki o'lchimiga to'liq keladi. Shoir bu ruboiylar to'plamidagi ruboiylarda rangarang temalarda g'alati o'tib boqqan va muayyan bir badiiy pallaga yetgan deb qarayman. Abdulmit Muhammad Emin apandininki Hayot alqinlar nomli bu ruboiylar to'plamidagi ruboiylarda olam, hayotlik, jahon, al-vatan, hayot hikmatlari, insoniy fazilat, insonning vujudidagi ba'zi illatlar va bir qism ijtimoiy, realiy masalalar, she'riy obrazlar, she'riy mag'lar orqali muayyan badiiy ravishda muvaffaqiyat qilib yoritib berilgan. Biz gapimizning dalili sifatida
Hayat Elqilleri namlı rubaylar toplamında bir qancha rubayni o'qirman do'stlarning huzuriga sunib ko'raylik. Jon zoti azaldan hayotga qolmas. Ömürning chirig'i qaytilab yonmas. Mayli kim tortsin hayot mehriga, soati to'shqanda ketmakligi emas. Ey palak, mal'unga meni xarqinma. Va hargiz yomonga ulpat yorqinma. Bol kabi tatliqdir o'zimning ishi, qo'yningni peqirga mangu tarqinma. Goh kecha o'tsangmi omadni tushab, bas yurmi o'ngingda tishingni bilab, bir marra nashrlik bermas bu jahon, o'zing har mushkilga qilmasang sabab. O'rinda boshqa shoirana bu to'plamda, ya'ni insonning sifat manzillari, axloq, fazilat temasi to'g'risida munda qatrlarni tizdi. Kishi kim bo'lsa gari fazildan jiroq, ming ta'lim vasimi yuqmaydi savoq. Bo'lg'isi ziroat ko'kidim ma'lum, na hojat amaga bahmat shamchiroq. Kishida bo'lmasa xulqi fazilat, na tuyg'u berar u bir jonsiz surat. Qavmlar ichida yurisimu yashab, na farqi bor uning murdidim faqat. Bundan boshqa ma'lum yana bu rubaylar to'plamida insonning buyuk orzu, armonlari xususida bunday masalalarni qoldiribdi. Buni o'qirman do'stlar bilan bir o'rtoqlashib ko'raylik. Jahonga kelganim el uchilli bas. Maqsadim shuningdan o'zgacha emas. O'tidi ko'ymikim suydi eqib, tafakkur ingimda menga muqaddas. Bo'lsimi insonda orzu va tilak. Tilakka yetmaklik iroda demak. Har kimning rizqi qon tardin kelur. Tamadi yurganni bil hayyor kamak. Shoir yana bu rubaylarda insonlik illat nuqsonlar haqida bunda Qur'onni yozibdi. Birodar, birovdan izdimi nuqson. Bu illat dillarga zo'q bergan qachon. Ishtqavob qoldi ishtiqi bilan hamona manzilga yetidi karvon. Jahonda bor ajab shundaqmi odam. Tinjimas o'rangni ko'lab hamisham. Bo'lsimi yigining o'zingning rizqi, lekin u to'lg'inib chekar dard alam. Gunohning ichida qabih yomini, birovning haqqini yegan tong'ini, shundimi ba'zilar o'zgini sho'rab, uyatmay ko'tirib yurar qaddini. O'rinda boshqa shoirlar dunyodagi o'zlik masalasiga tutashgan turli ijtimoiy masalalar to'g'risida nayt isil misralarni qoldiribdi. Bu jahon qancha o'z, qancha mehribon. U har bir jonliqqa illiq joy makon. Jahondan ranjishga na haqqimiz bor. Birli gap hammadan o'zimiz yomon. Quloq sol nemi der elning donishi. Elni deb o'tganning og'rimas beshi. Tarixning doriga isilg'ay bir kun. El yurtni qo'shitib jam baqqan kishi. Demak, shoirninki bu ruboyisi singdirilgan ideya, fikr, ondan keyin ko'z qarash, qimmat qarashlari, dunyo qarashlari kishini to'limi so'yindirdi ham ochiq to'lg'andirdi odamni. Ondan boshqa shoir bu ruboylar to'plamidagi ruboylarda rangarang temalarda qalanta o'rtib baqqan va muayyan bir badiiy pallaga yetgan deb qarayman. Muallifda oldi bilan turmush qilishdan to'g'rini, xatoni, go'zallikni, xunuklikni farqlantira oladigan bir xil ilmiy did, ma'rifat nuri bo'lgan. Ruboyi mangu kishilarga bo'lgan xitobdan ayrilmaydi. Mehmet Urdaka Hayat Elqilleri namli bu rubaylar, toplamidagi rubaylarni biz muallifninki hayat ketmişleri, shundaqla turmush tajribalari va yig'indilaridan, jug'lanmalardan asıl bo'lgan bir shoiran bir ilhamning badiiy yo'sinda portlishi deb qarasak qanday bo'lar? Shundaq deyishga bo'ladiki, muallifda oldi bilan turmush qilishdan to'g'rini, xatoni, go'zallikni, xunuklikni farqlantira oladigan bir xil ilmiy did, ma'rifat nuri bo'lgan. Uningdan keyin uningda nayati ko'p agri-to'qay turmush sarguzashtlari, turmush tajribalari, ko'rgan bilganlari bo'lgan. Uningdan keyin uningda muayyan badiiy did, badiiy xami turish bo'lgan uningda. Shunda bo'lgandila
Andikin onunki ko'rgan bilganlari, turmush tajribalari, savoqlari andikin bir adabiy asarga aylanib ifodalanib chiqa oladi. Muallif oldi bilan o'zining turmush sarguzashtlarini, ko'rgan hayotdan olgan savoqlarini, hasilatlarini ko'nglida qayta o'ylaydi, pishiradi, bu bir tindirmaga aylanadi. Uningdan keyin yana adiblar bilan, ilim ahli bilan, turmushga turli kishilar bilan aralashadi. Ular bilan aralashib shu munosabatlar jarayonida hosil qilganlarini o'ziniki ko'nglida tindirma bo'lgan hasilatlar bilan qayta selishtiradi. To'g'ri xatoni ayiradi, haqni haq ko'z qarashi ayriladi. Uningdan keyin uningda bir badiiy yo'g'irilish paydo bo'ladi. Til jihatdan bo'lsin, adabiy shakl jihatdan bo'lsin, shaklni tanlash, tilda qanday ifodalash masalasi uning kallasida ma'lum bir shaklda, ma'lum bir formada bu ifodalanadi. Demak, avtorninki bu ruboilari o'zininki turmush tajribalaridan hosil qilgan hasilatlarinki adabiy shaklda ifodalanib chiqishi deb qarashga bo'ladi. Batın aziz so'zlab o'tgandek, bu ruboiy nati ixcham shu 4 misrada bir o'y fikrni ifodalab haqdodiga yetadigan bir shakl bo'lg'achqa, buningda muvaffaqiyat qozonganlar ancha ko'p emas. Ablumitniki mushu jihatda bunda muvaffaqiyatga erishishida biri buniki turmushdan hosil qilgan hasilatlari ko'p. Siz bizga qaragan chog'da bu jiq odamlar bilan aralashdi, egillik tikladi, egillik tiklash jarayonida nurg'un munosabatlarda bo'ldi. Andikin ilim ahli bilan aralashdi, savdogarlar bilan aralashdi, dehqon chorvachilar bilan aralashdi. Hammasi jamiyatni bu jiqni ko'di. Jamiyatning issiq sovuqlarini jiq tasqidi. Undan keyin kitoblardan adabiy, ma'lum adabiy diqqat, adabiy qobiliyatga ega bo'ldi. O'ziniki hosil qilgan hasilatlar bilan shu o'zining adabiy qobiliyati bu ruboiylarniki maydonga kelishiga turtki bo'ldi deb qarasa. Aziz aka, hayot talqinlari nomli bu ruboiylar to'plamidagi ruboiylarni biz shoirninki an'anaviy ruboiychiligimizdagi pandi nasihatni haddidan ziyoda ta'kidlaydigan mandaq bir chegaradan olqib, zaman, makon va o'zi yashayotgan bir ijtimoiy manzarning kesgan nuqtasi turib qalam taratganliginingki bir mahsuli deb qarasak qanday xolasizlar? Mayli hozirgi Ablumitning yozgan hayot talqilari bo'lsin, mayli Umar Hayyamning bo'lsin, mayli Navoiyning, Mashrabning bo'lsin, bir qalam egisi bir davrda yashagan ekan, davrdoshlari, zamondoshlari shu zamonning o'ziga xos qimmat qarashlari bilan ta'sirlangan bo'ladi. Albatta bir shoir bo'lish, hissiyatchan, aql farosatga to'lgan, hamma narsani aqliy, hissiy nuqtadan ko'zlashga moyil bo'lgan bir odam uchun bu zamondan, davrdoshlaridan ayrilib yashamaydi. Shunga har qanday bir odam, mayli u yozuvchi, shoir bo'lsin, mayli qaysi davrda yashamasin, eng qadimgi adabiyotdan boshlab toki hozirgacha bo'lgan adabiyotimizda bu albatta shu zamonning, shu davrning qimmat qarashidan, shu davrdagi kishilarning hissiyat nuqtasidan, shu davr kishilarining aqliy tushunchalaridan uzoqlanmay turolmaydi. Ruboiy o'zi qisqa, ixcham, ta'sirli bo'lishining buning oldingi bir necha shartlari bor. Birinchidan ruboiy azaldan boshlab bir xil cho'nqur falsafiy fikrni asosi manba qilgan. Uni yondashgan holda shu falsafiy fikrni yuritadigan badiiy vositalar, shoirning hissiyoti, uning tutgan pozitsiyasi ifodalangan. Bu demaklikning o'zi aqliylikni chiqish qilgan yoki falsafiylikni chiqish qilgan narsa chuqumki birovga xitob shaklini qiladi. Bu xitob mayli pandi nasihat qatorida shuni qabul qilinsin va yoki ko'rsatilgan yo'l, nishon yoki har bir odamning o'zining hayotida tutgan puls nuqtasini kuzatilsin. Bizning mening tushunishimcha ruboiy mangu kishilarga bo'lgan xitobdan ayrilmaydi. Bu xitob albatta kishilarni yaxshilikqa, go'zallikka, to'g'rilikqa, adab axloqqa, qisqasi adamiy fazilatga undaydigan bir xil javhardan iborat. Shunday bo'lgan ekan, u albatta
mayli pandi nasihat, mayli falsafiy fikr deyli, mayli shoirning qimmat qarashi deyli, mayli shoirning yoki shu zamonning aqliy tushanchalari deyli, mush nuqtadan arilanmaydi. Endi Abdumit hozirgi bizning davrdashlarimiz bo'lish sifati bilan, biz bilan tang daqamda yurgan qalamdoshlarimiz bo'lish sifati bilan albatta ruboiyni hozirgi zamonning qimmat qarashi bo'yicha, hozirgi davrdoshlarining axloqiy aqliy tushanchalari bo'yicha buni yezib chiqdi. Albatta buningda arib qarg'il bo'lmaydi. Shunga Abdumit hozirgi zamonning adimi, hozirgi bizning davrdashimiz, mushu davrdagi kishilarning hamma narsani bilgan bo'lganligi uchun, shuni tushungan bo'lganligi uchun u qalamga qo'li qalam olganda, ruboiy yozganda albatta mushu davrdashlarga xitob qilishni o'zining burchi, o'zining mush she'rini yozishdagi bir turlik usuli deb qaraydi menimcha. Shu nuqtadan endi Abdumit buni qandaqtu ilgirki klassik ruboiylarning o'z nimasi bilan emas, hozirgi zamonning o'lchim bo'yicha, hozirgi zamonning taraqqiyot nimasi bo'yicha, prinsiplari bo'yicha ruboiyni yana bir yangi hayotiy kuchga ega qildi deb tushunsak bo'ladi. Buni qandaqtu ilqi koni aqliy prinsiplarni, adab axloq yoki aqliy o'gitlarni, panda nasihatlarni qayta takrorlash emas, mushu ruhga ruboiyni iborat mushu yiltizga yangicha ma'no ato qilayotgan shoir qatorida bo'lasak, menimcha xato qilgan bo'lmaymiz deb qarayman. To'g'ri, har bir ko'plik ruboiydan avtorning bir xil ideyasi bilinib turadi ekan, fikr bilinib turadi ekan, bir xil turmush tutgan pozitsiyasi, beshinga chiqqan ochiq qismatlari va jafo mashaqqatlari bilinib turadi ekan hamda. Hozirgi zamon nuqtasidan aytganda Abdumitning ruboiylari yana o'z qimmatiga ega. Buni zaman o'zi tasqab o'zining aligini o'tkazadi. Ma'lum turadi ekan, mush nuqtadan qaraganda mush hayot talqinlari nomli ruboiylar to'plamini she'riyatimizdagi ruboiy janri shundaqlarni turmush mantiqlari jihatdan qandaq bir xil o'zgacha she'riy xislatga, fazilatga va izchillikka ega deb qaraysiz? Abdumitning ruboiylari o'ziga xos bir o'ringa ega. Masalan, klassiklarning ruboiylari o'z yo'lida o'z qimmatiga ega. Hozirgi zamon nuqtasidan aytganda Abdumitning ruboiylari yana o'z qimmatiga ega. O'sha ruboiylarning ishidimi barkan jahonda o't xasning o'zining qimmati bor deb. Demak, ham har qanday narsa o'z qimmatiga ega. Masalan, Xo'jajahon Arshi bir she'rida diyori nazmaro shohlig Navoiy garchi ko'p surdi, gado arshimi bu ko'chada yillar qadam chekdi degan. Navoiy nazm diyorida yillab podshohlik surgan bo'lsa, bu ko'chada nima gadoy arshimi bor degan. Demak, adabiyot bu bir ko'cha, bir diyor. Buning ichida podshohimi bor, gadiyimi bor, cho'ngimi bor, kichigimi bor. Hammasi bo'lish kerak. Ham uni cho'ngni ko'rganda kichigini inkor qilishga bo'lmaydi. Shu nuqtadan aytganda Abdumitning ruboiylari davrimiz uchun yana zo'r bo'lgan ba'zi ko'z qarashlarni o'tirib qo'ydi. Masalan, klassik asarlarda klassik mazmunlar, qadimgi zamonning mazmunlari o'tirib qo'yilgan bo'lsa, aks etgan bo'lsa, Abdumitning ruboiylarida o'sha atrofimizda bo'layotgan real masalalar, hozir biz kutib turgan narsalar, hozir bu duch kelayotgan masalalar o'tirib qo'yildi. Bu nuqtadan olgandimi, bu ham tushunishlik, tili ravon, xalqniki o'qib tushunishi, yodlashi, o'zlashtirishi qulay. Mana bir holatga ruboiyni boshlab kirdi deyishga bo'ladi. Do'stimiz Maturdi yaxshi aytdi. Men o'zimning qarashida bir shoirning adabiyotdagi, she'riyatdagi tutgan o'rnini baholash masalasini uni qandaqdir yana bir shoirga yoki yana birisiga solishtirib baholash emas. U o'ziga xoslik nuqtasidan qanchalik ish qildi yoki o'ziga xos qandaq bir narsaga ega bo'ldi, bir narsa yaratdi degan masalani menimcha buni nazarga olish kerak deb qarayman. Bu qandaqdir Abdumitning nuqul ruboiy yozgan emas, lekin shu ruboiylarda Abdumit nimalarni demoqchi, nimalarni o'tirib qo'ydi, nimalarni deyalidi atrofidagilarga ifodalab beradi. Bu Abdumitning xosligi. Bu Abdumitga xos shoirlik. Shoirlarni baholashda yoki she'riyatni baholashda menimcha mushundaq bir nima bo'lish kerak deb qarayman. Ijtimoiy mas'uliyatini asarlarda ado qila oldimi yo'q? Biz nuqul holda bugun ko'rib turgan bu kitobni bugunla ya undaq ya mundaq deb keskin ta'bir bermaymiz. Bu ta'birni kim berdi deganda davr berdi, zamon berdi. 1000 yillar burun o'tgan Mahmud Qashg'arini, 500 yillar burun o'tgan Navoiyni hozirgacha suyib o'qib, uning hikmatiga yetamayapsak, endi mush kitoblarga biz undaq mundaq emas, buni zamon o'zi tasqab o'zining aligini o'tkazadi.
xalq o'qirman hamon buningda yomon adil eng haqqoniy bahoni biridir deb qaraymiz. Shunga biz shoirlarga she'riyatga baho berganda qandoqdi maninga yoki aniga nisbatan qandoq yozdi, qandoq qildi emas, u o'ziga xos ovozi bilan nimalarni o'tirib qiyalidi, nimalarni dedi degan narsani desak, qog'inni anaqdagi zamonning o'tishi bilan meningcha o'zining o'rnini topadi deb qarayman. Men Abdumit Muhammad Emin ruboilarining qizg'in o'qirmanlaridan biri. Balki menda hayot qismatlarini, har xil turmush tajribalarini ko'p to'plaganlik sababidan bo'lsa kerak. Hamda Abdumit Muhammad Eminning ruboilarida odamning vujudini larzaga soladigan yangi fikr, falsafiy ko'z qarashlar nihoyat ko'p uchrab turdi. Hamda mushu jihatdan elib aytganda, shoir Abdumit Muhammad Emin ruboilarini bugungi davr Uyg'ur adabiyotining, shundaqla Uyg'ur o'qirmanlarining omati bo'ldi deyishga bo'ldi. Hamda meningcha bo'lganda ruboiy ham tas ham oson janrning biri. Agar siz uni 4 misradan iborat, faqat qafiyasi kesilib bo'ldi deb qarasangiz, ruboiy yozish intayin oson janr. Agar uning xuddi bir pirslangan paxtaga o'xshash ekanligini, ya'ni har bir ruboiyga bir romanning mazmuni sig'dalg'udek darajada yoziladiganligini, agar uni pirsdan yazsangiz, bir roman bo'g'idek mazmunning oldingizda namoyon bo'ladiganligini his qilsangiz, u menimcha nihoyat tas janr hisoblanadi. Hamda shoir Abdumit Muhammad Emin mana shu tas yo'l bilan mengib yaxshi natijalarni qozondi, o'qirmanlarning kutgan yeridan chiqdi, o'qirmanlarning yoqtirishiga erishdi. Men buningdan keyin Abdumit Muhammad Eminning shu yo'l bilan texmo ilgirlab mengishini, yangi natija utuqlarni qo'lga keltirishini umid qilaman. Har kimning o'zida hayot tizgini. Tizginsiz topqaymi kishi baxtini. Har bir tong insonga yangi savol. Mumkinmi bejavob quchmoq vaslini. Hayot talqinlari adabiyot gulzorlig'imizdagi yangi bir dasta gul. Bu gul bizning adabiyotimizni texmo rangdorlashtirib, o'qirmanlarimizning estetik zo'qiga yangicha zo'q va havaslarni qo'shqisi. Bugungi programmamiz mishadi oxirlashdi. Xayr xo'sh, salomat bo'linglar.